Assalomu alaykum barchaga hurmatli obunachilarimiz, yaqinlarimiz, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun Qo'qon mashina bozoridamiz. Xudo xolasa Cobalt'lardan videoroligimizni boshladik. Like'larni bosib, albatta kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarib qo'ymanglar. Fikringizni kommentariyalarda qoldirib o'tishinglar mumkin. Qani bo'lmasa boshladik do'stlar. 2018-yil ishlab chiqarilgan oqidan. Xo'p, akalar, kanalimiz yangi, albatta obuna bo'lishni esdan chiqarib qo'ymanglar. Juda ko'pchilik obuna bo'lmasdan ko'radi. 121 ming yuribdi. Mexanika korobka 121 ming yurgan. Orqalarini ham bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Orqasi ochildi. Kraskasi bormi yo'qmi aka? Krilo kapotda bor. Petno. Orqa eshigida ham bor. 3 ta detalda petno bo'lyapti, lekin salonlari yaxshi holatda ekan. 121 ming yurgan 18 shumkalar bo'lgan. Xo'p, orqa holatlarini ham ko'rsak, metallari bor. Pollarni ham ko'rib o'tishlar mumkin. Holatlari yaxshi. Endi o'rtacha holatda. Motor korobka hada o'ylachi aka? Yaxshimi, rasxod qilib yurmaydimi olib? Olib rasxod qilib yuradigan joylari yo'q deyilyapti. Mana akalar, ABS bor, asosiysi konsiner hamma yo'g'i bor. Puli qancha buni aka? 8700 kami bor. Variant nasiyalarga nima deymiz? Yo'q. Naqmi? Faqat naq puli sotilar ekan do'stlar. Kimga yo'q aloqalashib gaplashib ko'rasizlar. Telefon nomeringiz 99 409 0204 raqamlariga telefon qila olamiz. Savdo qilishni qilishmadimi aka? Yo'q, endi bozor boshlandi. Aha, soat endi 9 bo'lyapti akalar. Bozor endi boshlandi. Hali savdosi bo'lmabdi. Endi bir qator biz so'rab qo'ya olamiz bozorda. Qo'qon mashina bozorida do'stlar, yangisi nech pulga sotilyapti degan yaqinlarimiz bo'lsa, ko'ringlar, bundan yana bor ekan Cobalt'lardan. Hop, 25 style variantidan yumshoq balon 4 ta yangi bosilibdi do'stlar. Propan gazlar qo'yib qo'yilgan mashinaga. Evakor polilar tashlangan. 295 km yurgan xolos bor yo'g'i. Hop, endi mana kelar tayyor holatda ekan. Cho'l lekin taqib olishinglar kerak ekan. Propan zapaskaga o'rniga joylashgan, zapaskalari ham mana ko'rib turganlaringiz, endi yangi mashinada yangi holatda turibdi. ABS hamma yo'g'i bor buni. Buni narxini qancha aytdingiz? 13200 kami bor. Variant nasiyalarga nima deymiz? 50% puli bo'lsa bo'ladimi? 50% puli borlarga akalar 6 oygacha variant orqali kelishlar ekan. Kimga yo'qsa aloqaga chiqasizlar. Nomeringiz necha edi? 94 205 74 49 raqamlariga aloqaga chiqaramiz do'stlar. Bunga bir pul sanaganlar bo'lyaptimi aka? Kelish osonroq bo'ladi. Hozircha yo'q. Hozircha yo'q. Xo'p bo'ladi. Telefon qila olasizlar akalar, mashinaning holatini ko'rdinglar, Cobalt so'raganlarga. Kraskasi tozasidan so'raganlarga 22 ekan. Ko'ringlarchi mashinaning holatlarini avtomat korobkasidan holatlarni aytadigan bo'lsak do'stlar, 4-pokoleniyada metallar, ABS konsiner gidravlika bor. Mashinaning holatiga ham o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Holatlari yaxshi. Diskalari zavodskoy, balonlari ham zavodskoy ekan. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak, 69705. 69000 yo'q-yo'g'ida yurgan 4-pozitsiya akalar. Orqalarini ham bitta ochib ko'rsatib o'tib ketamiz. Android monitorlari bor. Orqa obshivka, salon holatlarini ham ko'rib o'tishlar mumkin. Holatlari yaxshi. Xo'p, metani bor mana akalar, tayyor holatda. Orqalarini ham bitta ochib ko'rsatib o'tib ketamiz. Zapaskalari ham hamma yo'q, komplekt joyida turibdi. Kraskasi toza, 69000 yurgan, 4-pozitsiya 22. Rasxod qiladigan joyi yo'qmi aka? Rasxod qiladigan joyi yo'q. Narxi 11300. 11300. Toza aka. Kami bor. Kami bor. Variant nasiyaga nima deymiz? O'zimizdan. Variant bormi? Yo'q, variant naqmi? Nasiya 1-2 oy variant qilib beraman. Xo'p, bo'ladi. Imkon darajasi naq puli ekan, agar yetmay qolsa 1-2 oygacha nasiyasini kelishamiz deyilyapti. Telefon raqamlaringiz 91 Aha. 688 Aha. 76 67. 76 67 ga telefon qila olamiz do'stlar. 22. Naqqa qanchagacha savdo qilishdi aka, sir bo'lmasa? 10800 ga beraman aka. 10800 ga naq deb bermadingiz, qo'shsa kelishadi. 10800 ga qo'shni savdo qilib Xo'p, endi. do'stlar telefon qila olasiz. 20. 20 ga 21 ekan do'stlar. Ko'ringlarchi mashinaning holatlarini. Oqidan avtomat bu.
Avtomat korobka, gazlab qo'yilgan metallar, ABS konditsioner gidravlikalar bor, mashina holatlari yaxshi. Motorlar tegilmagan, ballonlari yaxshi, diskalar zavodskoy. Xo'p, salon holatlarini aytadigan bo'lsak, probegi 155 ming ekan. 155 ming yurgan. 20 ga 21, orqasini knopkadan ochilar ekan. Kraska tozami? Kraskasi toza. Aha, kosmetikasi bor ekan o'sha yerda. Orqa obshivka, salon holatlarini ham ko'rib o'tishingiz mumkin. 155 ming yurgan, kraskasini toza deyildi. Men nimasini ko'rsatdi akalar, kosmetikasini. Xo'p, metallari bor tayyor. Xo'p, olib sarf qiladigan joylari yo'qmi? Motor, korobka hadovoylarida ishlar asboblari yo'q. Puli qancha buni puli? 10200, 10300 kami bor. Variant beramizmi, naqmi? Naqd beramiz, bank beramiz. Naq beramiz, naqi yengilroq beramiz, xudo xolasa. Telefon raqamlaringiz? 94lik Aha. 445 49 51. 49 51 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Naq puli qancha bir savdo bo'lyapti? 9800 jazman savdo bo'ldi, bermayman. 9800 ga har dori bor. Bor. Yaxshi, telefon qila olasizlar do'stlar mana.